13. pare. Bismillahirrahmanirrahim. Men özemni oxlamayman. Nafsi degan narsa haqiqatan yomon ishlarga ko'p buyuruydi. Parvardigorim rahmat qilib saqlagan odam buningdan mustasno. Mening Parvardigorim haqiqatan mag'firat qilguchidir. Nihoyat mehribondir. Podshoh Yusufni oldimga ep kelinglar. Uni o'zimning xos odamim qilaman, dedi. Yusuf uning bilan so'zlashayotganda u: "Sen bugun bizning oldimizda haqiqatan martabalik, ishonchlik odamsan. Ishonchlik odamsan", dedi. Yusuf: "Meni Misr ziminining xazinlarini boshqarishga qo'ygin. Men haqiqatan uni boshqarish yo'llarini bildigan, obdan saqlay oladigan odamman", dedi. Biz Yusufni Misr ziminida xohlagan joyda turadigan, mamlakatni xohlagancha tasarruf qiladigan qilib yerlashtirdik. Rahmatimizni xohlagan bandalarimizga erishtiramiz. Yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib etmaymiz. Iymon etgan va taqvodorlik qilganlarga oxiratning savobi albatta bu dunyoning ne'matlaridan ortiqdir. Yusufning qarindoshlari kelib, Yusufning qishig'iga kirdi. Yusuf ularni tanidi. Ular bo'lsa Yusufni tanimadi. Yusuf ularga ehtiyojli oshliqni tayyorlab bergandan keyin aytdi: "Sizlar mening oldimga otda bir ufqonlarni, ya'ni Bunyaminni ep kelinglar. Mening oshliqni to'liq o'lchab berayotganligimni va nihoyatda mehmondo'st ekanligimni ko'midinglarmi? Agar uni mening oldimga ep kelmasanglar, sizlarga beradigan oshliqim yo'q. Mening yonimga yaqin yo'lamanglar." Ular: "Biz uni otasidan so'rab, sening oldingga ep kelishga tirishimiz. Biz cho'qim mushunda qilamiz", dedi. Yusuf xizmatchilariga: "Ularning oshliq setib olgan mol-mulklarini yuk taqalarining orasiga selib qo'yinglar. Ular oilasiga qaytib borganda uni tunib qaytib kelishi mumkin", dedi. Ular otasining oldiga qaytib borganida: "Ey otamiz, bizning Misrning podshohi bizga qayta oshliq bermas bo'ldi. Ufkimizni, ya'ni Bunyaminni biz bilan birga avatgin. Shunda qilsang, oshliq ola olamiz. Uni biz cho'qim obdan muhofazat qilamiz", dedi. Yaqub ularga aytdi: "Uning to'g'risida ilgari sizlarga uning qarindoshi, ya'ni Yusuf to'g'risida ishongandek ishonandim. Men sizlarga va sizlarning uni saqlashinglarga ishonmayman. Alloh yaxshi saqlag'uchidir, hammadan mehribondir." Ular yuklarini ochganda, oshliq setib olgan mol-mulklarining o'zlariga qaytirib berilganligini ko'rdi. Ular: "Otamiz, biz buningdan ortiq yana nima talab qilamiz? Bu mol-mulklarimiz bizga qaytirib berilibdi. Bizga qaytirib berilibdi. Ufkimizni elib yana borsak, oilamizga oshliq elib kelamiz. Ufkimizni muhofazat qilamiz. Bir to'ga oshliqni ortiq olamiz. Bu, ya'ni bir to'ga oshliq podshoh uchun ozg'ina oshliqdir", dedi. Yaqub aytdi: "Bunyaminni qo'g'dashda hammanglar halok bo'lmasanglar, cho'qim menga qaytirib ep kelishga Allohning nomi bilan qasam qilib, chin va'da bermaguncha uni sizlar bilan birga avatmayman." Ular, ya'ni o'g'illari uningga qasam qilib chin va'da bergandan keyin Yaqub: "Bizning aytgan so'zlarimizga Alloh guvohdir", dedi. U yana: "Ey o'g'illarim, Misrga hammanglar bir darvozadan kirmay, boshqa darvozalardan kiringlar. Allohning qazosi oldida men sizlardan hech narsani dafi qilolmayman. Hukm faqat Allohga xos. Allohga tavakkul qildim. Tavakkul qiluvchilar Allohga tavakkul qilsin", dedi. Ular otasining buyrug'i bo'yicha boshqa darvozalardan kirganda,
Bu Allah'ның qazası aldıda ular üçün heç нәрсеге dal bolanmadı. Bu faqat Yaqubның көңілдегі ümidinla ifadəledi. Xalas. Biz Yaqubqa vahiy orqali bildirgan edik. Şuna u keng bilim egisidir. Lekin kishilarning to'lisi taqdirining sirini bilmaydi. Ular, ya'ni Yaqubning bolalari Yusufning oldiga kirganda, Yusuf ukisini quchoqladi va "Men haqiqatan sening qarindishing bo'laman. Ularning bizga qilgan ishlaridan qayg'urmag'in" dedi. Yusuf ularni ehtiyojli ochliq bilan ta'minlagandan keyin qadahni ukisining yuki ichiga selib qo'ydi. Ondan bir jakochi chiqib, "Ey karvonlar, sizlar cho'qim o'g'ri ekansizlar. Sizlar cho'qim o'g'ri ekansizlar" deb to'ladi. Karvondagilar ularga qarab, "Nimanglarni yo'qitib qo'ydinglar?" dedi. Ular, "Podshohning tomg'isi besilgan qadahni yo'qitib qo'ydik. Uni tepib kelgan kishiga mukofot uchun bir to'gi ochliq beriladi. Men buningga kepil" dedi. Ular, "Allohning nomi bilan qasamki, sizlar bilasizlar, biz bu yerga buzg'unchilik qilish uchun kelmadik. Biz o'g'ri emasmiz" dedi. Ular, ya'ni Yusufning xizmatchilari, "Sizlarning shariatinglarda o'g'rining jazosi nima? Agar qadah yukinglardan chiqib qilib, yolg'onchi bo'lib qolsanglar-chu" dedi. Ular, "Uning jazosi yukidan qadah bilan tepilgan odamni qul qilish. Zolimlarga biz mushundoq jazo beramiz" dedi. Ular Yusufning ukisining yukini oqtirishdan ilgari ularning yukini oqtirishga boshladi. Ondan Yusufning ukisining yukidan qadahni tepib chiqdi. Biz Yusufga mushu tadbirni ko'rsatdik. Misr podshohining qonuni bo'yicha Yusuf ukisini ilib qololmaydi. Lekin Alloh uning shundoq qilishini xohladi. Biz xohlagan odamni Yusufni ko'targandek yuqori darajaga ko'taramiz. Har bir bilimdor ustida uningdimi bilimdor zot bor. Ular, agar u o'g'irlik qilgan bo'lsa, uning qarindishimi, ya'ni Yusufmi ilgari o'g'irlik qilgan deyishdi. Yusuf ularning bu so'zni ichida bildi. Lekin ularga ma'lum qilmadi. Yusuf ichida, "Sizlarning mavqeyinglar eng yomondir. Sizlarning Yusuf va uning ukisi to'g'risida qilgan so'zinglarning yolg'onligini Alloh obdan biladi" dedi. Ular, "Ey oliy janob zot, uningdan ayrilanmaydigan bir qeri otisi bor. Uning o'rniga bizning birimizni ep qolg'in. Biz seni haqiqatan yaxshilik qiluvchilardan hisoblaymiz" dedi. Yusuf, "Xudo saqlasin, narsimizni kimning yukidan topgan bo'lsak, shuni ep qolamiz. Bo'lmasa biz cho'qim zolimlardan bo'lib qolamiz" dedi. Ular Bunyaminning o'rniga o'z orzusidan birsini ep qilishga Yusufning ma'qul bo'lishidan umidsizlangandan keyin chatrak yerga berib maxfiy maslahatlashdi. Ularning cho'ngi aytdi, "Otanglarning sizlardan qasam qildirib va'da olganligini va ilgari Yusuf to'g'risidagi xatoliklarni bilamsizlar? Otam menga ruxsat qilmag'icha yoki Alloh men uchun hukm chiqarmag'icha bu yerdan hargiz ayrilmayman. Alloh eng adil hukm chiqaruvchidir. Alloh eng adil hukm qiluvchidir. Sizlar qaytib ketib, otanglar bilan ko'rishinglar. Ondan aytinglarki, ey otamiz, sening o'g'ling rostla o'g'irlik qildi. Biz faqat bilgan narsamiz ustida guvohlik beryapmiz. Biz g'ayibni bilmaymiz. Ya'ni sana va'da bergan chig'imizda uning o'g'irlik qilganligini bilmadik. Biz turgan shahardan, ya'ni Misrdan va biz bilan bilmangan karvandan so'rab baqqin. Bizning so'zimiz cho'qim rost. Yaqub aytdi. Undaq emas. Nafsinglar sizlarga bu ishni chiroyli ko'rsatdi. Men faqat chiroyliqcha sabr qilaman. Ularning, ya'ni 3 o'g'limning hammasini menga darqamda qilib berishini Allohdan tilayman.
Allah haqiqatan mening holimni bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Yaqub ulardan yüz örüp, "Eset Yusuf" dedi. Qayg'udan ko'p yig'lab, ikki ko'zi oqirib ketdi. Ya'ni ikki ko'zi ko'mas bo'lib qoldi. U tulib tashqan ochiqni ichiga yutgan edi. Ular Allohning nomi bilan qasamki, sen Yusufni yod etiverib, hasratdan halok bo'lishga tos qoladigan yoki halok bo'ladigan bo'lding, dedi. Yaqub aytdi. Men qayg'u hasratimni faqat Allohga aytaman. Allohning bildirishi bilan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Ey o'g'illarim, beringlar. Yusufni va uning ufqisini izdanglar. Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Shubhisizki, faqat kofir qavmlar Allohning rahmatidan umidsizlanadi. Ular Yusufning qishig'i kirganda, "Ey oliy janob zot, bizga va oilamizga ocharchilik yetdi. Oldinga nachar o'tmas mollar bilan kelib qoldik. Bizga yetarlik oshliq bergin. Bizga sadiqa qilgin. Allah sadiqa qiluvchilarni haqiqatan mukofotlaydi", dedi. Yusuf, "Sizlar nodon vaqtinglarda Yusufga va uning ufqisiga nimalar qilganliginglarni bilamsizlar?" dedi. Ular, "Sen rostla Yusufmi?" dedi. O, "Men Yusuf. Bu mening inim. Allah bizga marhamat qildi. Kimki haqiqatan taqvodorlik qiladigan, sabr qiladigan, yaxshi mukofotga erishadi. Chunki Allah yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib etmaydi", dedi. Ular, "Allohning nomi bilan qasamki, Allah seni haqiqatan bizdan ortiq qilibdi. Biz jazman xato qilibdik", deyishdi. Yusuf aytdi. "Bugun sizlar ayıplashga uchirmaysizlar. Allah sizlarni kechirsin. Allah eng marhamatli zotdir. Sizlar mening bu ko'nglimni elib berib, otamning yuziga tashlanglar. Ko'zi ichiladi. Bütün oilanglardagilarni elib mening yenimga kelinglar", dedi. Karvan Misrdan Shamga qarab qo'zg'algan chaqda ularning otasi, ya'ni Yaqub alayhissalom, "Men cho'qim Yusufning hidini eliyotman. Sizlar meni oljib qolgan demaydigan bo'lsanglar, Yusufni albatta hayotda aytdim", dedi. Ular, ya'ni Yaqubning nevaralari va yendiki kishilar. "Allohning nomi bilan qasamki, haqiqatan sen texi yanala burunqi qoyma qushingda ekansan", dedi. Xush xabarchi kelib, ko'nglakni Yaqubning yuziga tashladi. Uning ko'zi ochildi. Yaqub, "Men sizlarga Allohning bildirishi bilan sizlar bilmagan narsalarni bilaman demaganmidim", dedi. Ular, "Ey otimiz, gunohlarimiz uchun bizga mag'firat tiligin. Biz haqiqatan xatolashdik", deyishdi. Yaqub, "Parvardigorimdan sizlarga mag'firat tilayman. Allah gunohlarni haqiqatan mag'firat qilguchidir. Bandalariga mehribondir", dedi. Ular Yusufning oldiga kirganda, Yusuf ota-onasini quchoqladi va "Xudo xolisa, Misrga omon eson kiringlar", dedi. Ota-onasini taxtida yanida o'tirg'izdi. Ular shohlarga ta'zim qilish odati bo'yicha Yusufga sajda qilishdi. U, "Ey ota, mana bu burun kichik vaqtimda ko'rgan tushimning ta'biridir. U tushimni Parvardigorim haqiqatan rostga chiqadi. Parvardigorim meni zindondan chiqarish bilan, qarindoshlarim bilan mening oramni shayton buzgandan keyin sizlarni sahrodan bu yerga olib kelish bilan menga ihson qildi. Parvardigorim xolig'inni ishga oshirishga haqiqatan tadbirlikdir. U haqiqatan hammani bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Parvardigorim, menga haqiqatan podshohlik ato qilding. Chush ta'birni bildirding. Ey osmonlarni va zaminni
örneksiz yaratquchi zot. Dünya ve ahirette mening egemsan. Meni musulmon petimcha qabzi ruh qig'in. Meni yaxshi bandalar qatorida qig'in, dedi. Mana bular, ya'ni Yusuf qissasi, bir qism g'ayib xabarlari bo'lib, biz uni sana vahiy qildik. Ular, ya'ni Yusufning qarindoshlari uningga qarshi chora tadbir tuzib, bir qarorga kelishganda, sen ularning yanında yo'q eding. Sen gerçi kişilerning iman etishiga heris bo'lsangmi, lekin ularning to'lisi iman etmaydi. Qur'onni tabliğ qilganligingga ulardan hech qanday ajr talab qilmaysan. Qur'on faqat jahon ahli uchun vaz nasihatdir. Osmonlarda va zaminda Allohning qudratining nurg'un alomatlari borki, ular uning yenidan diqqat qilmasdan o'tib ketadi. Ularning to'lisi Allohga sherik keltirib turib ishinadi. Ya'ni Allohni yaratquchi, rizq berguchi deb iqror qilish bilan birga butlarga cho'qinadi. Ular Allohning azobidan biror jazoning o'zlariga tushishidan yoki ular sezmasdan qiyomatning tuyuqsiz yetib kelishidan amin bo'ldimi? Aytqinki, bu mening yo'limdir. Kishilarni Allohga da'vat qilaman. Men va menga ergashganlar ro'shan dalilga asoslanamiz. Alloh pokdir. Men mushriklardan emasman. Biz sendan ilgari faqat shahar aholisidan bo'lgan erlarni payg'ambar qilib, ularga vahiy qildik. Ular, ya'ni payg'ambarlarga chin bitmiguchilar, yer yuzida sayr qilib yurib, o'zlaridan ilgarilarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Oxirat yurti taqvodorlik qilganlar uchun albatta yaxshidir. Sizlar tushunmamsizlar? Hatto payg'ambarlar qavmining iymon etishidan umidsizlangan va qavmi tarafidan yolg'onga chiqarilganligiga jazm qilgan chaqda ularga bizning yordamimiz yetib keldi. Biz xohlagan odamlarni qutqizdik. Bizning azobimiz gunohkor qavmdan qaytarilmaydi. Ularning qissasidan aql egalari albatta ibrat oladi. Qur'on yolg'ondan to'qilgan so'z emas. U o'zidan ilgari nozil bo'lgan samoviy kitoblarni tasdiq qiluvchidir. Hamma narsani inchga bayon qiluvchidir. Iymon etadigan qavm uchun hidoyatdir va rahmatdir. Sura Ra'id. Nayit şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Alif, lam, mim, ra. Bu kitap, yani Kur'an'ның ayetleridir. Kur'an'da sana Perverdigarın tarafidan nazil qilingan narsalar haqdir. Lekin insonlarning to'lisi uningga, ya'ni Kur'an'ның Allah tarafidan nazil bo'lganligiga ishonmaydi. Allah osmonlarni turuksiz barpo qildi. Sizlar uni ko'rib turibsizlar. Ondan u arish ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Kun bilan oyni bandalarning manfaati uchun bo'ysundirdi. Ularning har biri muayyan muddatgacha, ya'ni dunyoning tugaydigan vaqtigacha sayr qiladi. Allah o'z hikmati va qudrati bilan maxluqotning ishlarini boshqarib turadi. Sizlarni Parvardigoringlarga muloqot bo'lishga ishonsin deb qudratining dalillarini tafsiliy bayon qiladi. Allah yer yuzini uzunisiga va to'g'risiga so'zib keng yaratdi. Yer yuzida tog'larni va daryolarni yaratdi. Mevalarning har bir turini erkak kishi ikki jinslik qilib yaratdi. Kechini kunduzga kirishtirdi. Ya'ni kechining qorong'uligi bilan kunduzning yorug'ligini yapdi. Bularda tafakkur qildigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatgan dalillar bor. Yer yuzida bir-biriga tutishang'u qit'alar bor va turli ziroatlar bor. Ko'p shoxliq bo'lgan va ko'p shoxliq bo'lmagan. Bir urug'dan bir qancha tal unib chiqqan. Bir urug'dan faqat bir tal unib chiqqan xurma daraxtlari bor. Ularning hammasi bir xil suv bilan sug'uriladi. Ularning ba'zisini ba'zidan tamda ortiq qilamiz.
Bularda düşündiğin kavim üçün Allah'ın kudretini gösteren nurgun deliller var. Ey Muhammed, eğer birer nerseden əcəbləndiğin bolsan, ularning, yani kuffarlarning biz ölüp topu bop ketgandan keyin qayta tirilamdiq degan so'zi ajablanishga loyiqdir. Ana shular Parvardigorini inkor qilganlardir. Qiyomat kuni ana shularning bo'yinlariga taqoqlar silinadi. Ana shular do'zax ahli bo'lib, do'zaxda mangu qoluvchilardir. Ular sandan Allah'ның ihsanından ilgiri azabның çapsaraq düşüşünü talep qılıdı. Ulardan burun Allah'ның azabıga duçar bolgan ümmetler ötken. İnsanlar zulüm qısımı Parvardigarın haqiqatan ularni məğfirat qılıdı. Parvardigarın günahlarga çümüp tövbe qılmaganlarni şek şübhesiz qat'iy jazolaydı. Qattiq jazolaydı. Kuffarlar nemişqa onunğa Parvardigori tarafidan birer möcüze nazil bo'lmadi deyishidi. Sen faqat bir ogohlantiruvchi. Har qavmning bir hidoyat qiluvchisi, ya'ni payg'ambari bo'ladi. Möcüzlarga kelsak, u Allohning ilkidagi ish. Har bir homildor ayolning qo'sig'idagini Alloh biladi. Ya'ni o'g'ilmi, qizmi, birmi, ko'pmi, cho'ngmi, kichikmi, chiroyliqmi, satmi, baxtlikmi, baxtsizmi, ömür uzunmi, qisqimi, hammasini Alloh biladi. Bachadonlarning kichigilab ketganligi yoki yo'g'nab ketganligini, ya'ni bolaning muddati to'shmay tug'ildiganligini yoki muddati ishib ketib tug'ildiganligini Alloh biladi. Allohning dargohida hamma narsa o'lchamlikdir. Alloh maxfiy va oshkora ishlarning hammasini bilguchidir. Hammadan buyukdir, hammadan ustundir. Sizlarning ichinglardan yo'shirin so'z qilgan, oshkora so'z qilgan, kechasi yo'shiringan, kunduzi oshkora yurganlarning hammasi Alloh uchun aytganda o'xshashdir. Ya'ni Alloh hammani bilib turadi. Har bir odamning oldi keyinda Allohning amri bo'yicha uni qo'g'daydigan navbatchi farishtalar bor. Her qandaq bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmaguncha, ya'ni Allohning bergan ne'matlarga tuzkorlik qilib, gunohlarga cho'mmaguncha, Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi. Ya'ni Alloh ularga bergan ne'mat, xotirjamlik va izzat hurmatni ilib tashlamaydi. Alloh biror qavmni halok qilmoqchi yoki azoblamoqchi bo'lsa, uningga qarshi turg'ili bo'lmaydi. Ularga azabni dafi qilgan Allohdan boshqa egimi bo'lmaydi. Alloh chaqmoqdan qo'rqitish, yomg'irga umid tug'dirish uchun sizlarga chaqmoqni ko'rsatdi. Qudrati bilan quyuq bulutlarni paydo qildi. Guldir mama Allohni madiyalash bilan tasbih aytadi. Farishtalarmo Allohdan qo'rqib tasbih aytadi. Allah çaqmaq düşürüp, onun bilan özü xalığan adamni halak qılıdı. Ular Allah doğusida dətalaş qılışıdı. Allah'ın təbiri güçlükdür. Allah'ın tədbiri güçlükdür. Haqiqi qılınğan dua Allah'a qartılıdı. Yani ixlas bilan qılınğan duani Allah icabət qılıdı. Kuffarlarning Allah'ni qo'yib dualarını qaratgan ma'budlari kuffarlarning hech qanday duosini ijobat qilmaydi. Ular, ya'ni kofirlar shundoq bir odamga o'xshaydi-ki, u og'zimizga suv tushsin deb neridan ikki olqinni suvga qartib ichib turadi. Amaliyotda suv anglamaydigan, hech tuyg'usiz narsa bo'lg'ashqa, suv hargiz uning og'ziga tushmaydi. Kofirlarning ma'budlariga qilgan duosi butunlay bekordir. Osmanlardagilar va zamindagilar, ya'ni farishtalar, insonlar va jinlar ixtiyoriy va majburiy yo'sinda Allohga bo'ysunadi. Atdigan oqshomda, ya'ni davomli turda ularning soyilarimu bo'ysunadi. Ey Muhammad, mushriklarni mat qilish uchun ularga osmonlarning, zaminning parvardigori kim degin. Ularning parvardigori Alloh degin. Ularga sizlar Allohni qo'yib, o'zinglarga foyda ziyon yetkazolmaydigan ma'budlarni Allohga sherik qilib oldinglarmi degin. Ko'r, ya'ni
kafir bilan ko'z ko'rdigan odam. Ya'ni mo'min barobar bo'lamdi. Yoki qorong'ulik, ya'ni gumrohlik bilan nur, ya'ni hidoyat barobar bo'lamdi degan. Ular Alloh yaratqanga o'xshash qandaqdir maxluqotlarni yaratgan ma'budlarni butun maxluqotni yaratgan Allohga sherik qilib bilib, Allohning yaratgani bilan ma'budlarni butun maxluqotni yaratgan Allohga sherik qilib bilib, Allohning yaratgani bilan ma'budlarining yaratganini ayırmay qaldımı? Allah hamma narsani yaratquchidir. Allah birdir, hammaga g'olibdir. Allah osmondan yomg'ir yog'dirdi. Yomg'ir suvi jilg'larga lip-miliq oqdi. Kelkun suv o'zining ustida ko'piklarni layiltib oqdi. Kishilarning zinnat buyumlarining yoki asbob yasash uchun o't qisilib eritgan madanlarningmi shuningga o'xshash ko'piki bor. Ya'ni ko'pikmi xuddi kelkun suvning ko'pikiga o'xshash foydasizdir. Allah haq bilan botilni bu misol bilan ana shundoq bayon qiladi. Ko'pik bo'lsa eqib tugaydi. İnsanlarga foydali narsa zaminda qolib qoladi. Allah misollarni ana shundoq bayon qiladi. Allohning iymon qilgan da'vatini qabul qilganlarga eng obdan mukofot beriladi. Qabul qilmaganlarning igdorchiligida yer yuzidagi butun mol-mulk, yana shuningdek bir hassa keladigan mol-mulk bo'lgan taqdirdimi, ular oxiratda Allohning azobidan qutulish uchun albatta uni pido qilgan bo'ladi. Ulardan qattiq hisob ilinadi. Ularning boradigan joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? Ey Muhammad, Parvardigoring tarafidan sana nozil qilingan narsaning haq ekanligini bildigan odam, haqni ko'maydigan dili ko'r odam bilan o'xshash bo'lamdi. Allohning oyatlaridan faqat aql egalarilar pand nasihat oladi. Ular Allohning ahdiga, ya'ni Alloh topshirgan ishlarga vafo qiladi. Bergan va'dasini buzmaydi. Ular Allohning xish aqrbolarga sil rahim qilishdan iborat amrini bajo keltirdi. Allohdan qo'rqidi. Qattiq hisob ilinishdan qo'rqidi. Parvardigorning roziligini ko'zlab, yetgan kulfatlarga sabr qilganlar. Farz namozni ado qilganlar. Biz rizq qilib bergan mol-mulkdan Alloh yo'lida yo'shirun va oshkor yusunda sarf qilganlar va yaxshiligi orqali yomonlikni dafi qilganlar. Ya'ni bilmasdan yomon ish qilib qolsa, orqadan yaxshi ish qilganlar. Yomonlik qiluvchilarga keng qo'saq bo'lib, yaxshi munosabatda bo'lganlar. Ana shularning oxiratdagi yaxshi bo'ladi. Ular mangu turadigan jannatga kirdi. Ularning otalari, xotinlari va avlodining ichidagi yaxshilarmi jannatga kirdi. Farishtalar ularni muboraklash uchun jannatning har bir darvozasidan kirdi. Farishtalar u dunyoda sabrini do'st tutganliginglar uchun sizlarga omonlik bo'lsin, oxiratlikning yaxshi bo'lishi nima degan obdan deydi. Allohga bergan va'dasini mustahkamlagandan keyin buzganlar. Allohning sil rahim qilishdan iborat amrini tutmaganlar. Yer yuzida buzg'unchilik qilganlar. Ana shular la'natga duchor bo'ladi va ularning oxiratdagi yomon bo'ladi. Allah o'zining hikmatiga asosan xohlagan odamning rizqini keng qiladi va xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Mushriklar dunyo tirikchiligiga xush bo'lib ketdi. Dunyo tirikchiligi oxiratga qaraganda ozgina narsadir. Kuffarlar nemishqa uningga Parvardigordan Musaning va Isoning mo'jizadek biror mo'jiza kammidi deydi. Ey Muhammad, ish Allohning ilkida, mening ilkimda emas. Alloh haqiqatan xohlagan odamni gumroh qiladi degin. Tavba qilganlar iymon etganlar bo'lib, ularning dillari Allohni yod etish bilan orom topadi. Bilinglarki, dillar Allohni yod etish bilan orom topadi. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlar xushalliqqa, go'zal qarorgohga
ya'ni jannatga erishadi. Ey Muhammad, biz sana vahiy qilgan kitobni ularga o'qib berishing uchun sendan ilgari payg'ambarlarni avatgandek, seni shundoq bir ummatga avatdikki, uningdan burun nurg'un ummatlar o'tgan. Halbuki ular, ya'ni mushriklar, marhamatlik Allohni inkor qilmoqda. Ey Muhammad, bu mushriklarga aytqinki, u mening parvardigorimdir. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Uningga tavakkul qildim va uning dargohiga qo'ydiman. Mubodo biror Qur'on, ya'ni kitob bo'lib, u tilovat qilish bilan tog'lar yutkildigan yoki yer yerildigan va yoki o'liklar so'zlaydigan bo'lgan taqdirdimi, ular cho'qim iymon etmaydi. Hamma ish Allohning ilkididir. Agar Alloh xolisa, insonlarning hammasini jazman hidoyat qildiganligini mo'minlar bilmadimi? Jazman hidoyat qildiganligini mo'minlar bilmadimi? Makka fathi qilinib, islom dinining g'alaba qilishidan iborat Allohning va'dasi amalga oshganiga qadar kofirlar o'z qilmishlari tufaylidan hamon turli balolarga duchor bo'ladi. Yoki balo ularning yurtiga yaqin bir joyga tushadi. Alloh va'dasiga albatta xiloflik qilmaydi. Senden ilgari o'tgan nurg'un payg'ambarlar haqiqatan masxara qilindi. Kofirlarga berildigan azobni bir muddat kechiktirdim. Ondan ularni jazoladim. Ularga bergan jazoyim qandoq ekan? Har bir kishining qilgan amalini ko'zitib turg'uchi Alloh butlarga o'xshamdi. Ular butlarni Allohga sherik qildi. Ularga butlarning nomlarini atab beqinglar. Yer yuzida Alloh bilmaydigan narsalar bordek. Sizlar ularni Allohga aytib beralamsizlar? Yoki quruq gumon bilan ularni Allohning sheriklari deb atamsizlar? Degin. Balki kofirlarga ularning kufri chiroyli ko'rsatildi. Ular to'g'ri yo'ldan mani qilindi. Alloh gumroh qilgan odamga hech qanday hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Ular bu dunyoda azobga duchor bo'ladi. Ularni Allohning azobidan saqlovchi bo'lmaydi. Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sufati shuki, uning ostidan o'stanglar eqib turadi. Uning mevalari tugamaydi. Hamisha soy tushib turadi. Ana shu taqvodorlarning oqibat boradigan joyidir. Kofirlarning oqibat boradigan joyi do'zaxdir. Ey Muhammad, biz kitob, ya'ni Tavrat va Injil nozil qilganlar, ya'ni Abdullah ibn Salam va Najoshiga o'xshashlar sana nozil qilingan Qur'ondan shodlanadi. Sana qarshi ittifoq tuzganlarning orasida haqliqni bilib turib, gardankashlikdan Qur'onning ba'zi joylarini inkor qildiganlarmi bor? Ey Muhammad, men faqat yolg'iz Allohga ibodat qilishga, Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka buyurildim. İnsanlarni Allohga ibodat qilishga da'vat qilaman. Allohning dargohiga qo'ydiman degin. Shuningdek, ya'ni o'tgangi payg'ambarlarga o'z tilida kitob nozil qilganimizdek, Qur'onni arab tilida kishilarning orasida chiqarishga hukm qilib nozil qildik. Sen ilmga ega bo'lib turib, ularning, ya'ni ahli kitobning nafsi xohishlariga ergishib ketadigan bo'lsang, sana hech qanday yordam berguchi va seni Allohning azobidan saqlovchi bo'lmaydi. Biz senden ilgari haqiqatan nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularga xotinlar va bolalar berdik. Har qanday payg'ambar Allohning iznisiz mo'jiza keltirolmaydi. Har bir vaqtning o'ziga munosib hukmi bo'ladi. Alloh ahkomlardan xolig'ini bekor qiladi. Xolig'ini o'z joyida qoldiradi. Lavhul mahfuz Allohning dargohidadir. Ularga biz va'da qilgan azobning ba'zini sana ko'rsatsakmi, ya'ni sening hayot vaqtingda nozil qilsakmi, yoki seni mushriklarga azob kelishdan burun qabz ruh qilsakmi, sening mas'uliyating faqat tabliğ qilishdir. Bizning mas'uliyatimiz hisob elishdir. Ularning yerini cho'risidan toraytib berayotganligimiz, ya'ni kuffarlarning zaminini
qadamma-qadam fathi qilib, islom yurtiga qo'shayotganligimizni ular, ya'ni mushriklar ko'mayyotamdi. Alloh xohlagancha hukm qiladi. Allohning hukmiga hech kishi qarshi tura olmaydi. Alloh tez hisob olg'uchidir. Ular, ya'ni Quraysh kofirlaridan ilgari o'tganlarmi payg'ambarlarga hiyla-mikr ishlatgan edi. Ularning hiyla-mikrini barbod qiladigan yo'shirin tadbirlarning hammasi Allohning ilkididir. Allah har bir kishining qilayotgan yaxshi-yomon amallarini bilib turadi. Kofirlar azobni ko'rganda kimning oxiratdagining yaxshi bo'lganligini biladi. Ey Muhammad, Makka kuffarlari sen payg'ambar emassan deydi. Aytqinki, rostliqimga sizlar bilan mening o'tiramda Allohning guvohligi va Allohning kitobini bildiganlar, ya'ni ahli kitob ulamolaridan iymon etganlarning guvohligi yetarlikdir. Sura İbrahim. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Alif, Lam, Ra. Bu Qur'on shundoq kitobdir ki, ey Muhammad, uni sana kishilarni Parvardigorining izni bilan qorong'ulikdan, ya'ni kufridan yo'riqlikqa, ya'ni iymonga chiqarishing uchun g'olib, hamma tillarda madhilangan Allohning yo'liga boshlashing uchun nozil qildik. Osmonlardagi va zamindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Qattiq azobdan kofirlarga voy. Ular bu dunyoni oxiratdan ortiq ko'rdi. Kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni islom dinidan to'sidi. Allohning yo'lining agri bo'lishini tilaydi. Ular haqdan yiroq bo'lgan gumrohlikdadir. Qandaqlı bir payg'ambarni avatmayli, uni biz o'z qavmiga Allohning shariatini bayon qilish uchun faqat o'z qavmining tili bilan so'zlaydigan qilib avatdik. Alloh xohlagan odamni gumroh qiladi, xohlagan odamni hidoyat qiladi. Ya'ni payg'ambarlarning vazifasi faqat tabliq qilish bo'lib, hidoyat qilish ishi Allohning ilkididir. Alloh g'olibdir. Hikmet bilen iş qiluvchidir. Biz Musani mo'jizlarimiz bilan haqiqatan payg'ambar qilib avatdik. Uningga dedikki, qavmingni qorong'ulikdan, ya'ni kufridan yo'riqlikqa, ya'ni iymonga chiqargin. Ularga Allohning ne'matlarini eslatgin. Buningda balog'i sabr qiluvchi, ne'matga shukr qiluvchi har bir banda uchun albatta nurg'un ibratlar bor. Musa öz vaqtida öz qavmiga Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. Alloh öz vaqtida sizlarni Fir'avn qavmidan qutqizdi. Ular sizlarni qattiq qiynaydi. O'g'illaringlarni bo'g'izlaydi. Xotin kishilaringlarni xizmat qildirishga qaldiratdi. Buningda Parvardigoringlar tarafidan sizlarga cho'ng sinoq bor edi, dedi. Öz vaqtida Parvardigoringlar ne'matimga shukr qilsanglar, uni teximiz ziyoda qilaman. Agar kufroni ne'mat qilsanglar, mening azobim albatta bakmi qattiq bo'ladi, deb jakoladi. Musa o'z qavmiga: agar sizlar va butun yer yuzidagi kishilar kofir bo'lib ketsanglarmi, Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Chunki Alloh albatta hammadan behojatdir, madilashga loyiqdir, dedi. Sizlardan ilgari o'tgan Nuh, Od va Samud qavmlarining va ulardan keyin kelgan sonini faqat Alloh biladigan ummatlarning xabari sizlarga yetmadimi? Ularga payg'ambarlari mo'jiza bilan keldi. Ular qo'llari bilan payg'ambarlarning ig'izlariga ishorat qilib, ya'ni ularning sukut qilishini ko'rsatib, biz sizlarning payg'ambarlikinglarni haqiqatan inkor qilamiz. Biz sizlar da'vat qilayotgan ishga haqiqatan zo'r gumondimiz, dedi. Payg'ambarlari osmonlarni va zaminni yaratquchi Allohning birligida shak bormi? Alloh gunohlaringlarni mag'firat qilish uchun sizlarni iymonga da'vat qiladi. Sizlarni jazolashni ma'lum muddatgacha, ya'ni ajlinglar yetguncha ta'xir qiladi, dedi. Ular: sizlar faqat bizga o'xshashlar inson,
ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan butlarga ibodat qilishimizdan to'smoqchi bo'lasizlar. Rostliqinglar uchun bizga aniq pokit ko'rsatinglar, dedi. Payg'ambarlar ularga: biz faqat sizlarga o'xshash insonmiz. Lekin Alloh bandalaridan xohlagan kishilarga payg'ambarlikni marhamat qiladi. Allohning iznisiz sizlarga hech qanday pokit ko'rsatmaymiz. Mo'minlar hamma ishda yolg'iz bir Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni hamma ishlarini Allohga topshirsin. Alloh bizni tunuydigan yo'llarimizga yetaklagan tursa, nemishqa Allohga tavakkul qilmayli? Bizga yetkazgan aziyatlaringlarga albatta sabr qilamiz. Tavakkul qiluvchilar faqat Allohga tavakkul qilsin, dedi. Kofirlar payg'ambarlariga: sizlarni zaminimizdan cho'qim haydab chiqaramiz yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak, dedi. Ularga Parvardigori mundaq vahiy qildi: zolimlarni cho'qim halok qilamiz. Ularni halok qilgandan keyin zaminda cho'qim sizlarni turg'izamiz. Bu ya'ni g'alaba mening oldimda turishdan, ya'ni so'roqqa tortilishdan va azobimdan qo'rqqanlar uchundir. Payg'ambarlar Allohdan madad tiladi. Har bir uchiga chiqqan tarsa shafqatsiz, ya'ni Allohga itoat qilishga gadankashlik qilib haqiqatdan bosh tortquchi halok bo'ldi. Uning oldida jahannam turdi. Jahannamda u yiring orlash suv bilan sug'urildi. Uning ochiqligidan uni yutumlab ichib tasdiqda yutadi. O'lim uni qo'rshib oladi. Lekin u hargiz o'lmaydi. Shuningdan keyin texmi qattiq azobga duchor bo'ladi. Parvardigorini inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari bo'ronliq kunda shamol uchirib ketgan bir döve kulga o'xshaydi. Kofirlar bu dunyoda qilgan yaxshi amallari uchun ozroqmi savobga erishamaydi. Bu cho'nqur ezishdir, ya'ni cho'ng ziyondir. Osmonlarni va zaminni Allohning haq asosida yaratganligini, ya'ni bekor yaratmaganligini ko'rmadingmi? Agar Alloh xolsa, ey insonlar, sizlarni yo'q qilib etib, o'rninglarga sizlardan yaxshi yeng odamlarni yaratdi. Bu Allohga qiyin emas. Ular, ya'ni xaloyiqlarning hammasi qiyomat kuni qabrlardan chiqib Allohga muloqot bo'ladi. Ojizlari, ya'ni agashkuchilari mutakabbirlarga, ya'ni agashtirguchilarga: shubhisizki biz sizlarning agashkuchilaringlar edik. Sizlar bizga bo'layotgan Allohning azobidan ozroq dafi qila olamsizlar, deydi. Ular: Alloh bizni hidoyat qilgan bo'lsaydi, biz albatta sizlarni hidoyat qila oldik. Sizlarni hidoyat qilatdik. Biz mayli noli faryod qilayli, mayli sabr qilayli, baribir o'xshash. Bizga hech qanday qochadigan joy yo'q, dedi. Ish bitganda, ya'ni hisob tugab, jannatlar bilan do'zaxlar ayrilib bo'lganda shayton: Alloh haqiqatan sizlarga itoat qiluvchini mukofotlash, osiylik qiluvchini jazolashdan iborat rost va'dini qilgan edi. Va'dasiga vafo qildi. Men sizlarga o'lgandan keyin tirilish, savob, jazo deganlar yo'q deb yolg'on va'da qilgan edim. Va'damga xiloflik qildim. Sizlarga mening kufriga, gunohga, zo'rlig'idak hukmronligim bo'g'ini yo'q. Men sizlarni faqat gumrohlikqa da'vat qildim. Sizlar da'vatimni qabul qildinglar. Shuning uchun meni ayblamanglar. O'zinglarni ayblanglar. Men sizlarga yordam berib, sizlarni qutqizolmayman. Sizlarmi menga yordam berib, meni qutqizolmaysizlar. Men sizlarning burun meni Allohga ibodatda sherik qilganliginglarni e'tirof qilmayman. Shubhisizki zolimlar cho'qim qattiq azobga duchor bo'ladi, deydi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar Parvardigorning izni bilan ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirdi. U jannatlarda mangu qoladi. Farishtalar ularni hurmatlab, sizlarga omonlik bo'lsin deb salom berdi. Allohning mundaq bir tamsil ko'rsatganligini ko'rmadingmi? Kalima tayyiba,
ya'ni yaxshi so'z iymon kalimasi yildizi yerning ostida bo'lgan, shexi osmonga taqashgan. Parvardigorning izni bilan vaqti-vaqtida meva berib turadigan esil daraxtga o'xshaydi. Allah kishilarga vaz nasihat olsun deb ularga nurg'un tamsillarni keltirdi. Yomon so'z, ya'ni kufri kalimasi zamindan qo'mirib tashlangan, hech qanday qarori yo'q nachar daraxtga o'xshaydi. Allah mo'minlarni mustahkam iymon bilan dunyoda va oxiratda mahkam turg'izadi. Allah zolimlar, ya'ni kuffarlarni gumroh qiladi. Allah xolig'ini qiladi. Allah'ның bergan ne'matiga kufrilik qilgan va o'z qavmini ozdirish bilan halokat mavqasiga tushirib qo'yganlarni ko'rmadingmi? Halokat mavqasi jahannamdirki, ular jahannamga kirdi. U nima degan yomon joy? Ular kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni islom dinidan ozdirish uchun Allohga nurg'un butlarni sherik qilib oldi. Ularga dunyoning ne'matlaridan bahramon bo'ldinglar. Shubhisizki, sizlarning boradigan joyinglar do'zaxdir degan. Mo'min bandalarimga aytqinki, ular namozni ado qilsin. Oldi satdimi, do'stlikmi bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni kelishdan burun biz ularga bergan mol-mulkdan yo'shirun va oshkora yusunda sadaqa qilsin. Allah osmonlarni va zaminni yaratdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Yomg'ir suvi bilan sizlarga rizq qilib nurg'un mevalarni o'stirib berdi. Allah sizlarga o'z amri bo'yicha dengizda qatnaydigan kemalarni bo'ysundirib berdi. Sizlarga daryolarni bo'ysundirib berdi. Sizlarga oy bilan kunni tartiblik davr qilib turadigan qilib bo'ysundirib berdi. Sizlarga kecha bilan kunduzni bo'ysundirib berdi. Allah sizlarga so'rgan narsanglarning hammasini berdi. Sizlar Allohning ne'matlarini sanab tugatolmaysizlar. Kafir odam shak shubhisizki zulm qilguchidir. Allohning ne'matlariga kufrlik qilguchidir. O'z vaqtida Ibrohim aytdi: Parvardigorim, bu joyni, ya'ni Makkani tinch joy qilib bergin. Meni va mening avlodlarimni butlarga cho'qinishdan yiroq qilgin. Parvardigorim, haqiqatan ular, ya'ni butlar nurg'un kishilarni ozdirdi. Kimki menga agashgan ekan, u mening dinimdadir. Kimki menga osiylik qilgan ekan, sen albatta uningga mag'firat qilishga va marhamat qilishga qodirsan. Parvardigorimiz, avlodimning bir qismini, ya'ni bolam Ismoil bilan ayolim Hojarni namoz o'qisin, ya'ni sana ibodat qilsin deb sening hurmatlik uyingning qishidagi ekinsiz bir vodiga, ya'ni Makkaga o'rinlashtirdim. Parvardigorimiz, bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgin. Ularni shukr qilsin deb turli mevalarni ularga rizq qilib bergin. Parvardigorimiz, sen bizning yo'shirun va oshkor qilganlarimizni bilib tursan. Osmon zimindagi hech narsa Allohga maxfiy emas. Jimi hamdu sana yaşanğanımda bana İsmail bilen İshak'ni bergen Allah'a xosdur. Parvardigorim, haqiqatan duanı anlab turgucudur. Yani dua qilguchining duasini ijobat qilguchidir. Parvardigorim, meni va bir qism avlodimni namozni ado qilguchi qilgin. Parvardigorimiz, duayimni qabul qilgin. Parvardigorimiz, hisob oladigan kunda, ya'ni qiyomat kunida menga, ota-onamga va mo'minlarga mag'firat qilgin. Zalimlarning qilmishlaridan Allohni bexabar deb o'ylamag'in. Allah ularni jazolashni shu kunining dahshatidan ko'zlar chakchiyib qoladigan kunigacha, ya'ni qiyomat kunigacha kechiktirdi. Bu kunda ular boshlarini ko'tarib olg'a qarab chopadi. Ko'zlari echilib qoladi. Tengir qilganligidan dillari aql idrokdan xoli bo'lib qoladi. Ey Muhammad, kishilarni, ya'ni kuffarlarni azob keladigan kun, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirgin. Bu kunda zolimlar, Parvardigorimiz
bizga qisqagina vaqt muhlat bergin, ya'ni dunyoga qaytirg'in, da'vatingni qabul qilayli, payg'ambarlarga ergishayli deydi. Ularga sizlar ilgari biz hargiz yo'qolmaymiz deb qasam ichmaganmidinglar deyiladi. O'zlariga zulm qilganlarni halok qilganimizdan keyin sizlar ularning joylarida turdinglar. Ularning joylaridan ibrat olsanglarchu, ularni qandoq jazolaganligimiz sizlarga aniq ma'lum bo'ldi. Sizlarga nurg'un misollarni keltirdik. Ya'ni payg'ambarlarga chin bitmaganlarning ahvolini bayon qildik. Ular haqiqatan payg'ambarlarga va mo'minlarga mikr ishlatdi. Ularning mikri tog'ni o'rvatgudak cho'ng bo'lsa-mu, Alloh ularning mikrini barbod qiladi. Allohni payg'ambarlariga qilgan va'dasiga xiloflik qiladi deb o'ylamag'in. Alloh haqiqatan g'olibdir. Do'stlari uchun dushmanlardan intiqom olg'uchidir. U kunda zaminmi boshqa bir zaminga, osmonlarmi boshqa bir osmonlarga aylanadi. Ular, ya'ni butun xaloyiq qabrlardan chiqib yigona, qudratli Allohning dargohida, ya'ni mahshargohda hozir bo'ladi. Ey Muhammad, u kunda gunohkorlar, ya'ni kuffarlarni zanjirlar bilan bir-biriga chetilib bog'langan holda ko'rsan. Ularning ko'ngligi qormaydan bo'lib, o't ularning yuzlarini o'rib oladi. Alloh har kishining qilmishiga qarab shundoq jazo berdi. Alloh albatta tez hisob olg'uchidir. Kishilarning ogohlantirilishi, Allohning bir ekanligini bilishlari, aql egalarining vaz nasihat elishlari uchun bu Qur'on tabliğdir. Ya'ni kishilarga tabliğ qilish uchun nozil qilindi.